So'rash ayıp emas, o'rganmaslik ayıp. Tuqqanlar tunga qo'rg'amasa yana necha singilchaq so'rab ketdi. Ancha tafsili tatib olsangiz, yo'llab bergansiz, men ham tomoq qilishni o'rganitqa debchim. Mana desam nimda qolar demay o'rganuvchi deb intilitgan o'sha omaq singillarimizdagi g'ayrati uchun yuraklarni aymay birib ko'plab taqib qo'yaning musulmon tuqqanlarim. Tuxumga azorak tusib, yaxshi yelashtirib tayyor qilib olgandek mayni beh qizitimiz tuqqanlar kuchlik o't qo'rimiz. Mayimiz jiqaroq, o'timiz kuchligarak bo'lsa yaxshi ko'pida tuxumchim. Ishlatganim Al-Nuri shirkatimiz Qozog'istonda import qilgan organik sig'irni tuvan besim, tuvan temperaturada siqib tayyor qilgan ozuqlik go'shtdan xoli tunji siqqan birinchi darajalik organik sig'ir mayi. Zalib olgandek ziyoda mayimizni to'kavasak bo'ldi emasmi? Andi piyozni purni bir purg'i chiqqandek qizil lozimizdan sog'liq rangi ta'mi chiqaradigan uchun qizartqichchani sasaqmi samsaqmi ehtiyojim tuqqanlar 10 sekund elashtirib olgandek aqidallar palak yoki jusayni sep qo'rimiz jumot qalaman azroq pantozim qat qo'ydim bolarimni emroq debchim. Am buni o'tirotda 30 sekund qo'rib olgandek tuxumni misab yana 30 sekund qo'rimiz tuxumni bek ushoq qilavermaysan cho'ng'ara qisaqmashaq ko'rkam chiqadi tuqqanlar va shi go'zal amasa ish qilib qizil sariq yeshil qarib mo'zalang'idek bir xil payz ketdi. Pantozimni tuxum eriq sug'amroq uni ustiga mipa emasmi ballam shu suyi bilan yeyishga amroq shonga qo'limdagi safliqda 3 safliq suv qo'yib bir qaynatib tuzini tetib oldim tuqqanlar. Shunchalik asajim tuqqanlar minut ichida tayyor ketdi. Mana uni ustiga shunchalik muzdek ham go'zal ballamni bek yoqtirib yedi. Meni rag'batlantirib yurak berishni qo'sh belgisi besib qattilishni hargiz unutqansa o'zlarini bek yaxshi ko'rmasam tuqqanlarim.